Bolalar va o'smirlarda tovon og'rig'iga eng ko'p sabab bo'ladigan patologiya bu tovon suyagini osteoxondropatiyasi, ya'ni Shins Haglunda kasalligi hisoblanadi. Bu qanday kasallik? Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Tovon suyagini osteoxondropatiyasi bu tovon do'mbog'ini aseptik yallig'lanish holati hisoblanadi. Kasallik asosan 7-15 yoshli bolalarda uchraydi. Ko'proq qiz bolalar zararlanadi. Bizga ma'lumki, tovon suyagi g'ovak suyaklarining eng kattalaridan biri hisoblanadi. Insonda yurish, yugurish, sakrash harakatlari tufayli oyoqqa tushayotgan ko'pgina yuklarni qabul qiladi va yukni oyoq kafti bo'ylab teng taqsimlash vazifasida muhim rol o'ynaydi. Bu kasallikning xavf omillari quyidagilar: intensiv sport mashqlari, yurish, yugurish kabi sportlar bilan intensiv va ko'p shug'ullanish, oilaviy agregatsiya, ya'ni oilada mazkur patologiyani borligi, bolani birdan o'sib ketish holati va bolada semizlikning borligi va suyakda osteomalatsiyaning borligi. Kasallikni 5 ta bosqichi mavjud. Aseptik nekroz bosqichi. Bu bosqichda qon tomirlarida o'zgarishlar kuzatiladi, qon yetib kelmaydi, natijada nekrotik o'zgarishlar boshlanadi. Impression sinish bosqichi. Nekrotik uchastkada shu sohada impression sinish holatlari yuzaga keladi. Bu jarayon 6 oygacha davom etadi. Fragmentatsiya, ya'ni so'rilish bosqichi. Suyakni zararlangan va sog'lom qismi o'rtasida chegara paydo bo'ladi. Bu jarayonning davomiyligi 1-3 yilni tashkil qiladi. Nekrozning so'rilish bosqichi va reparatsiya bosqichi. Bu bosqichda yangi suyak to'qimalari paydo bo'ladi. 6 oydan 2 yilgacha davom etadi. Kasallikni klinik belgilari. Kasallik sekin-astalik bilan rivojlanadi. Tovon sohasida og'riq kuzatiladi, yurganda va palpatsiyada kuchayadi. Tovon sohasida shish va terisida atrofiya holatlari kuzatiladi. Bemor oyoq kafti harakatlantirilganda og'riq hisobiga harakat cheklanishi yuzaga keladi. Bola yurganda oqsoqlanib yuradi va oyoqda tez charchash holatlari yuzaga keladi. Diagnostikasi: kasallik yuqoridagi klinik belgilardan tashqari instrumental tekshiruvlarga asoslanib qo'yiladi. Rentgen tekshiruvi. Bu tekshiruv kasallikni qaysi bosqichdaligini bilish imkonini beradi. MRT va MCT tekshiruvi va bolada suyaklarda mineral zichligini aniqlash, ya'ni osteomalatsiya bor yo'qligini aniqlash uchun suyak densitometriyasi tekshiruvi o'tkaziladi. Davolash: konservativ davolash. Zararlangan oyoqni harakatlarini cheklash, gips langeta yoki ortopedik maxsus ortezlardan foydalanish, fizioterapiya, ortopedik tufli yoki maxsus supinator stelkalardan foydalanish, nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalarini qo'llash, qon tomirlarini kengaytiruvchi va mikrosirkulyatsiyani yaxshilovchi vositalar, regeneratsiyani yaxshilovchi dori vositalari, anabolik steroidlar, vitamin B guruhi, C, D guruh preparatlaridan foydalanish. Konservativ davoni davomiyligi 2-3 yilni tashkil qiladi. Agar konservativ davo yordam bermasa, jarrohlik amaliyotlari o'tkaziladi. Agar sizni farzandingizda yuqoridagi holatlar kuzatilsa, travmatolog ortoped mutaxassisiga murojaat qiling. Rahmat.